ertalab uyg'onganingizda bo'yningizda yoki belingizda og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring, sizga zo'r mashqlarni o'rgataman. Birinchi mashqimizni oyoqlarni yelka kengligida ochib olamiz. Qo'limizni mana shu holatga keltirib, boshimiz qimirlamasdan o'ngga, chapga qilamiz. Bu mashqimizni diafragmamizni ochib, belimizdagi og'riqlarni qoldirishga tezda yordam beradi. Bu mashqimizni juda oddiy ko'ringani bilan, lekin effekti juda tez bilinadi. Yelkamizni tepaga oxirigacha maksimalni ko'tarib, pastga tashlaymiz. Bu mashqimizni yelka va bo'yin sohasidagi og'riqlarni juda tez qoldiradi. Uchinchi mashqimizni sizni nafaqat bo'yningizdagi og'riq, balki diqqatingizni oshirishga ham katta yordam beradi. Buning uchun bo'ynimizni o'ng tomonga bosib, ko'zimiz bilan tepaga qaraymiz. 20 sekund shu mashqni takrorlaymiz. Xuddi shuni chapga, tepaga qaraymiz. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoni saqlab, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.